Ota-bobolarimiz o'ylamay qilingan ish boshga keltirar tashvish deb bejizga aytishmagan. Chunki bu ko'p asrlik hayotiy jarayonlarda isbotlangan haqiqat. Jinoyat ishlari bo'yicha Pastdarg'om tuman sudining 2024-yilning 12-yanvarida o'tkazilgan sayyor sud majlisi ajrimi bilan Go'zalkent qo'rg'onidagi 37-son jazoni o'tash manzil koloniyasida jazoni o'tayotgan tuzalish yo'liga kirgan ana shunday 35 nafar mahkumning jazosi yengilrog'i bilan almashtirildi. Xatosini qilgan mahkum va mahkumalar hayotda boshqa qoqilmasin, adashmasin, jamiyatimizga kerak bo'lib, yaxshi yetuk farzandlar yetishtirsin. Juda afsusdaman, pushaymonman bu jinoyatimdan. Birovni hayotiga zomin bo'lishimga ozgina qolgan. Ayollar hech qachon adashmasin. Hamisha to'g'ri yo'ldan oilam, balam, chaqam deb halol mehnat bilan yashasin. Sud majlisida mahkum Furqat Boboqulovning sodir qilgan jinoyatidan chin ko'ngildan pushaymonligi, tuzalish yo'liga o'tganligi hisobga olinib, jazoning o'talmagan qismi yengilrog'i bilan almashtirildi. Xatomni anglab yetdim. Shu yerdagi meni eshitib turgan kishilarga shuni aytardimki, bu ona vatanimizning nurli istiqboli va buyuk kelajagi yo'lida bunday salbiy holatlarni yuzaga keltirmay, vatanimiz uchun, kelajagimiz uchun o'z kuchlarini yaxshilik yo'llarida sarflab, mana shunday xato yo'llarga kirib qolmasliklarini tilab qolaman. Albatta, jinoyatga jazo muqarrar. Shu bois halol mehnat qilish, o'zgalar mulkiga ko'z olaytirmasdan to'g'ri, vijdonan ishlash, turli zararli illatlardan o'zimizni tiyish, mavjud qonun talablariga qat'iy amal qilish har birimizning kundalik ishimizga aylanmog'i lozim.